Так, hammaga assalomu alaykum. Salom Nazarmatov va bu kunday tahlil videosi. Bugun sanamiz 19 may kunimiz dushanba va biz o'z analizlarimizni boshladik. Bugun nafaqat kundalik tahlil, balki haftalik tahlilni ham qilishga harakat qilamiz va biz o'z analizlarimizni boshlaymiz. Tak, albatta har doimgidek Dixuy'da boshlaymiz. Dixuy'da bizlar nimalar ko'rishimiz mumkin? Давайте Dixuy'da sizlarga ko'rsatadigan narsam bu oylikda, ya'ni kattaroq time frame'da sizlarga bir nechta ko'rsatadigan narsam bor. Oylik, haftalik, kunlik bo'ladi. Birinchi o'rinda qaranglar. Bitta narsada Dixie to'g'ri yaxshi o'yinlardan javob olib ketyapti. Dalish ketishi ehtimoli ham bor. Vроде politikasi ham kuchyapti. No degan narsasi bor. Albatta har bitta impulsdan bilamiz, oldin atkat bo'ladi. Va mana shu atkat bu hafta to'g'ri kelishi mumkin. Nimaga bu haftaga to'g'ri kelishi mumkin deydigan bo'lsak, shunday qarab o'tinglar, qaranglar. Dixie umuman qayerda? Oylikda shunday o'tkazadigan bo'lsak, bizlarda mana o'yinni shunday o'tkazamiz. Mana VPR oldin ishlagan va bundan oldin ishlamagani uchun bizlar bu juda yaxshi o'yin sifatida ishlab berishi mumkin. Buni ko'rishimiz mumkin. Bizlarga juda yaxshi sif qilgan, to'g'rimi? Bu ishlagan. Endi shunday haftalik o'tkazadigan bo'lsak, bizlar bundan oldin haftalikda bizlarda haftalik BPRimiz bor edi va bu haftalik BPRga javob berdi, lekin hali atkat olgani yo'q va mana shu atkat imенно bu haftaga to'g'ri kelishi mumkin. Bu yana bitta подтверждение hisoblanadi. Undan so'ng bizlar qaraydigan bo'lsak, PVH yaqinmi yoki PVL yaqinmi desak, haftaning lowi bizlarga ancha yaqinroq turganini ko'rishimiz mumkin. EuroUSD va GUda ham ko'radigan bo'lsak, ayniqsa GUda bitta narsa qaranglar. GUda bundan oldin kunday tahlilda kim ko'rgan bo'lsa, qaranglar, haftalik BPR chizib qo'ygan, ya'ni 3 talik BPR, buni qaranglar. Juda harakat qildim. Misol uchun kunlik o'tkazadigan bo'lsak, bizlarda qaranglar, qanchalik zo'r harakat qildim. Lekin shunga qaramasdan ham bu baribir dalishga ketyapti. Shu katta ehtimol yana dalish o'sha PVH, ya'ni haftani highga target qilib, target olish ehtimoli katta. Bunga yana bitta подтверждение qilamiz. Kunlikka shunday o'tkazadigan bo'lsak, bizlarda kunligimiz подтверждениесі yo'q va kunlikda bir nechta bo'sh o'rinlar bor. Bu haftalik deyapman. Kunlik FVga va даже уже siyosatlarga tomon hujum qilish ehtimoli ham bor. Agarda даже hujum qilmaydigan bo'lsa ham, bizlar shunday 4 soatlikni ochadigan bo'lsak va premium diskont tortadigan bo'lsak, bunga e'tibor beramiz. Основной harakatdan premium diskont tortgan bo'lsak, bizga narx hali premium, ya'niki diskontga hali impuls olish uchun to'liqligicha harakat qilmagan. Va bu yana bitta подтверждение, то, что bizlarga mana shu hafta katta ehtimol atkat olish ehtimoli katta. Endi savol tug'ilishi mumkin, atkatni qanday qilsa bizlarga подтверждениесі bo'ylab ko'proq bo'ladi. Bunga javob juda oddiy, qaranglar. Bunda bizlarda H4 FVG bor. Bu har bittasida bor. Misol uchun mana EuroUSD ham ko'rishimiz mumkin, GUda ham ko'rishimiz mumkin. Qachon bizlarda misol uchun to'liqroq analiz bo'ladi? Qachon deydigan bo'lsak, buni parallelda ko'rsatish juda osonroq. Qaranglar. Mana bizlarda mana bitta zo'r BPRimiz bor, to'g'rimi? Chotki BPR, chunki narx biror marta hali buzib o'tolmadi, lekin juda ko'p marta bu yerga kelib narx buni buzishga harakat qilyapti. Qachonki mana shu BPRni просто buzib atkat beradigan bo'lsa, mana shundan so'ng bizlar o'zimizni asosiy targetlarimizni bemalol qo'ysak bo'ladi. Yana bitta bunga подтверждение deyilsa, qaranglar, shunday 1 soatga qo'yadigan bo'lsak, narx qaranglar qanaqa keladi. Misol uchun o'zingizlar o'ylaydilar, agar narx misol uchun pastga to'liqligicha ketadigan bo'lganda nimaga unaqa buy-side qilib bitta joyda konsultatsiya bo'lish ehtimoli ko'p edi. Bunaqa juda kamdan kam bo'ladi, chunki bizlar bilamiz, har doim narx qanday yuradi? Bizada impuls bor, korreksiya bor, to'g'rimi? Impuls bor, korreksiya bor. Va agar bitta joyda ko'p qolib ketsa, katta ehtimol bilan bunaqa paytda nima qilish kerak? O'zini trendi bo'yicha siz misol uchun сделка ochadigan bo'lsangiz, kamdan kam holat tutqazasiz. Chunki trend is your friend, trendda yurgan inson oqimga qarshi yurmaydi va katta ehtimol bilan misol uchun сделкani plyusga yopadi. Yevrolarda shu asosiy harakat qachon qilishimizni ham aytib o'tdim. Qachonki mana bu H4ni buzib o'tgandan so'ng. Tushuntira oldim, misol uchun mana GUda ko'rsatmadim, qaranglar. GUda bu mana bu FVG, ya'ni OB ham bor edi, ya'ni OBga ham javob bergan. Lekin mana shuni to'liqligicha buzib o'tgandan so'ng bizlar bemalol o'zimizni limitlarimiz qo'yamiz. Bu London to'g'ri kelmasligi mumkin, Nyu-York ham to'g'ri kelmas, balki ertaga to'g'ri keladi, chunki bugun yangilik yo'q. Agar Nyu-Yorkka to'g'ri kelsa, qarab ko'ramiz. Agar qarab, misol uchun bizga aniq model bermaydigan bo'lsa, qaramaymiz. Qachonki aniq model более-менее yaxshiroq struktura bergan bo'lsa, undan so'ng biror narsa qarab ko'rishimiz mumkin. Ну, пока что yomon yurmayapti, chunki mana bu yerdagi PVGni OB-ni olib ketyapti va mana bulardan более-менее buzib o'tirgandan so'ng bizga aniqroq korreksiya beradigan bo'lsa, undan so'ng bizlar limitkalarni qarab ko'ramiz. Indekslar. Indekslarda nima bo'lyapti degan bo'lsangiz, indekslar по сути asosiy katta hayni yangilamoqchi, lekin qaranglar, hamma katta hayni yangilashdan oldin bizlar bilamiz, har doim narx tozalaydi, ya'ni ko'p manipulyatsiya qilib, undan so'ng o'zini asosiy targetiga boradi. Ya'ni ko'p inson yo'ldan olib tashlash kerak. Shuning uchun hozir men S&P'dan, chunki Nasdaq bunaqa bilan chiroyli o'rinlar kam, Nasdaqda chiroyli o'rin qayerda deyapsa, bu kunlikda IFVG'miz bor, chunki bundan oldin FVG sifatida ishlagan, mana shu IFVG kelib undan so'ng ketish ehtimoli bor. S&P'da esa qaranglar,
SMP hozir IFVga javob beryapti. Xo'p, javob bergandan so'ng, javob berganiga qaramasdan ham albatta juda FVga, keyin IFVga sifatida ham ishlagan va yana bir marta ishlash ehtimoli juda katta. Chunki bu yerda bo'sh FVgamiz bor va mana shunday mana bu уровень tortayapsak, bundan oldin BPR bo'lib ishlagan уровеньni ko'rishimiz mumkin va mana shu уровеньga ham juda yaxshi magnezonda sifatida ishlab berish mumkin. Lekin shaxsan o'zim hozirchalik korreksiyaga ishlamoqchi emasman. Nasdaq katta ehtimol dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba kundan qarasa asosiy harakatiga savdo qilsa, katta ehtimol bilan misol uchun to'g'ri harakatni olish osonroq bo'ladi. Bugungi kunda tahlil shu. Sog' bo'la, sog' bo'la, charchamanglar. Agar savollar bo'lsa, Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalda bemalol chatga yozsangiz, fikr almashib savdo qilamiz. Salomat bo'linglar.